Ha, tinchlikmi Shahnoz? Ertalabdan tez keling deb chaqirding. O'zim keling demagunimcha kelmaysiz a? Ha, nima, biron gap bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Uylanayotgan ekansiz. Ha, endi uydagilar majbur qilishyapti. Men-chi? Orzularimizchi? Oyim qiz topib qo'ygan ekanlar. Sevganim bor deyolmadingizmi? Aytdim, seni sevishim aytdim, jondan kuyishimni aytdim, lekin nima dey? Uydagilar ko'nishmayapti axir. Shohruh aka, axir uydagilarga tushuntiraman derdingiz-ku. Voy-vo. Internetdan topgan qiz kerak emas deb turib olishgan. Rozi bo'lib ketordingizmi? Kechir endi meni, Shahnoz. Kechir. Shohruh aka, bilaman. Siz meni kasalligim uchun uylanishni xohlamadingiz. Kasalmand qizni uyingizga olib borgingiz kelmadi. Lekin men sizni sevgingiz bilan sog'aya boshlagandim. Hayotni go'zalligini anglagandim. Yana hayotga qayta boshlagandim. Balki haqiqiy muhabbat shu bo'lsa kerak. Ishonmang bu qadar mening umrimga. Shu kuni mazmunli etolsangiz bas. Ertangi kunlarga atalgan mehringiz balki bu kundan so'ng menga kerak emas. Shahnoz, ota-onamga qarshi chiqa olmayman. Meni to'g'ri tushunishga harakat qilgan. Xo'p? Ko'z yoshing yig'ishtirgan. Mayli. Tushundim. Baxtli bo'ling. Siz dunyodagi eng baxtli inson bo'lasiz. Chunki meni ham baxtimni olib ketdingiz. Men uchun ham baxtli bo'ling. Kechir meni Shahnoz. Endi vaqtim olmagan men ketdim. Yigit ketdi. Qiz uning orqasidan qarab qoldi. Uning ko'zlaridan tinmay yosh oqardi. Lablari sekin shivirladi. Endi qanday yashayman? Endi qanday yashayman? Sizsiz qanday yashayman? Sizsiz qanday yashayman? Uning qalbidan faqat shu so'zlargina otilib chiqardi. Ishonmang bu qadar tirikligimga. Zulmatga ziyodaki yorishib ketsam, ertaga qayerdan toparsiz meni? Hokisor tuproqqa qorishib ketsam. Vaqt o'tdi, to'y bo'ldi. Yigit ko'nikib ketaman degandi. Yo'q, u uylangan qiziga ko'nika olmadi. Shahnozni sog'inardi, dardini ichga yutardi. Tunu kun xayoli unda edi, hatto tushlarida uni ma'yus kulib turgan siymosi qayta ko'rinardi. Chidolmadi. Qalbida muhrlangan raqamga telefon qildi. O'chirilgan. Tashqarida bo'lishi mumkin. U karaxt edi. Shahnozning dugonasining raqami yodiga tushdi. Tezda telefon qildi, gudoq ketdi. Qiz. Alo. Alo, eshitaman. Kim bu? Salom, qalisan Igor? Yaxshimisan? Bu men Shohruhman. Shahnozning raqami o'chiq ekan. Iltimos, agar iloji bo'lsa yangi nomerni berib yubor. Salom, qalaysiz? Uzr, bera olmayman. Chunki endi uning yangi raqami ham yo'q. Tinchlikmi? Shahnoz yaxshimi? Shahnoz bu dunyoni tark etganiga 1 oy bo'ldi. Nima? Ha, uni faqat muhabbatgina bu dunyoda ushlab turgandi. Hatto doktorlar ham uning sog'aya boshlaganidan hayratda ekanlar. Unga butkul sog'lom deb tashxis qo'yishgan ekan, lekin siz ketgandan keyin Shahnoz gulday so'ldi. Bo'ldi, gapirishni istamayman. Boshqa telefon qilmang menga. Yigit turgan joyda qotdi. Tanasidan sovuq ter chiqardi. U qizni juda ham sog'inardi. Uni qabrini topib bordi. Yangi qabr ustida qirmizi atirgullar bezab turardi. Yigit qabrni silab sekin shivirladi.
bir nafaslik yo'l ekan. Ikki dunyo orasi. Ko'z o'ngimdan hech ketmas. Ko'zlaringning qorasi. Ko'z yaprog'i singari xazonlarga aylandi. Qiyomatda qoldiman. Endi diydor jolasi. Xayol qilib ovuna olmagan, umidlarini tark eta olmagan, orzulardan voz kecholmagan. Bir baxtsizni unutmasang bas. Armon bilan yillar o'tkazgan, sog'inchlarga bardosh yetkazgan, o'zga yorga seni tutqazgan. Bir baxtsizni unutmasang bas. Armonlarning boshin silagan, senga pinhon baxtlar tilagan, o'z baxtini senga atagan. Bir baxtsizni unutmasang bas.